aniq lo'nda bitta ma'lumot berib keting. Hozir boya gaplashganimizda aytib o'tdingiz. Tazyiqqa uchragan kelinlar uchun, ayollar uchun himoya orderi beriladi. Unda bilishimcha qanaqadir knopka bo'ladi, qo'riqlash xizmatigami, nimagadir? Yo'q. O'shani to'liq ma'lumot bering, qanday bo'ladi, nima qo'yadi, qay hollarda olinadi? Qo'riqlash hududi tashvish tugmasi deyiladi. Tashvish tugmasi nizoli oilalarda tez bo'lish uchun mana biz ham hozir 60 dan ko'piga qo'ydirganmiz. Bitta oilada onadan qolgan 12 kishi bor. 50 ga 50 bo'lingan. Bittasida 2 kishi. Ona qizi qolgan. Nevarasi chet elda endi o'qishda. Bularning orasida har doim devorni olish bo'yicha muammo, nizo. Devor yo'q, bittasi bundoq qilsa, chiroqqa pul to'layman desa, unga qilsa nizo chiqadi. Oxiri ma'muriy jazogacha boriladi. Urushib ketadi, haqoratga boradi. Endi o'shani oxiriga yetmaslik uchun tashvish tugmasi qo'ydiriladi. Tashvish tugmasi Milliy gvardiya tomonidan qo'yilgandan keyin bularda janjal bo'layotgan paytda bosilsa 4 minutda keladi. Milliy gvardiya faqat ajratib qo'yadi. Keyin uchastka noziri kelib, sababini aniqlab chora ko'riladi. Bir-biriga haqorat qilgan bo'lsa, haqoratini ma'muriyga oshirib jazo ko'riladi.